Salom hammaga. To'ytepa shahridamiz. Demak, To'ytepadan biz hozir Toshkentga ketamiz. To'ytepa Toshkent yo'nalishi. To'ytepa shahri hozir Toshkent viloyati markazi bo'lgan. Viloyat markazi. To'ytepada qurilishlar ketyapti. Hamma yoqda qurilish. Yo'llar ozgina ustki, u tekisroq. To'ytepa shaharda yurish 60 tezlik. 60 tezlikka e'tibor beramiz. O'ng tomonga o'tamiz. O'ng tomonda bank, biznesni rivojlantirish banki. Xullas, mana shu ko'cha shoh ko'cha hisoblanadi. Shu ko'chada hamma davlat idoralari, banklar hammasi shu ko'chada joylashgan. Endi bu ko'chani ham rekonstruksiya qilishyapti. Sekin-sekin eski uylarni olib, o'rniga ko'p qavatli mana bunaqa o'ng tomoningizda ko'rib turganingizdek o'shanaqa uylar qurilyapti. Yana 3-4 yilda shu eski uylar olinib, mana shunaqa baland imoratlar, ko'p qavatli uylar qurib qo'ysa kerak. 3-4 yil, 5 yil ketsa kerak bunga. To'ytepa oldin avval To'ytepa tuman bo'lgan. To'ytepa tumani, To'ytepa tumani emas. O'rta Chirchiq tumani bo'lgan, menimcha. Adashmasam. O'rta Chirchiq tumani markazi To'ytepa bo'lgan. Balkim adashayotgan bo'lishi mumkin. Agar noto'g'ri gapirayotgan bo'lsam, to'g'rilab ketinglar. To'ytepa tumani bo'lmagan, To'ytepa shahar bo'lgan doim. Qaysidir tuman markazi bo'lgan. Menimcha O'rta Chirchiq tuman markazi bo'lgan. O'ng tomoningizda stadion, To'ytepa markaziy stadioni. Hop, yurishda davom etamiz. Shaharda ham radarlar bor, ehtiyot bo'laverasizlar. Sekinroq yurishga harakat qilinglar. Syotaki shahar. O'ng tomonda elektroset, viloyat elektroseti, Toshkent viloyat. Chap tomonda yangi qurilayotgan ko'p qavatli uylar. Все, уже To'ytepa shahardan почти chiqib ketyapmiz. O'ng tomonda уже dalalar boshlandi. Hozir post keladi.
Demak, bu postdan chapga yursangiz Bo'kaga chiqib ketasiz. Bo'kadan o'sha Sirdaryo shu tomonlarga ketasiz. Katta trassa bo'ylab. Chapga ketsangiz Bekobodga ham ketasiz. To'g'riga Toshkentga. Toshkentga to'g'ri olib boradi. Hech qayerga burilmaysiz, qayrilmaysiz. To'g'ri yo'l Toshkentgacha. Demak, oldimizda Qorasuv kelyapti. Qorasuv nasllarni punkt. Qorasuvda ko'plar mebel qilishadi. Toshkentga ham, viloyatga ham shu joydan ko'proq mebel ketadi. Qorasuvdagilar ko'proq mebel bilan shug'ullanishadi. Qorasuvga kelsangiz ham o'ng tomon, chap tomon, hamma tomon mebel magazin. Mana hozir chap taraflarda mebel magazinlar. Qorasuvda ham yo'lni kengaytirish ishlari olib borilmoqda. Дополнительный кармашка qurilyapti. Ikki tomon, hamma tomon mebel uylari, mebel magazinlar. Biz chorrahada turibmiz. Qorasuv markaziy chorrahasi. Bu yerda ham yo'llar karmashka qurilyapti shekilli, дополнительный qo'shimcha. Yo'lni kengaytirish kerak, bo'lmasa вообще qatnov qiyin bo'lib ketdi, probka bo'lib. Polosali yo'l. Ko'pchilik Qo'ytepadan Toshkentga qatnaydi ishga. Ertalab kechqurun probka bo'lib qoladi. O'shanga endi yo'lni kengaytirmasa baribir bo'lmaydi. Bu yerda tezlik 80 bilan yursangiz bo'ladi. Mana bu O'rta Saroy повороtigacha 80. Yo'lda ko'ryapsiz, kapusta, karamlar, soленый kapustalar sotib o'tirishibdi. Mahalliy aholi mana shunaqa qilib soленый qilishadi kapustalar. Yo'lda endi ko'pchilik yo'l yoqalarida mevalar sotishadi, olma, kartoshka, piyozlar sotishadi.
Toshkentga borsangiz, borgancha ham yo'lda, yo'l yoqalarida gaz zapravkalari bor, benzin zapravkalari bor, muammo yo'q. Endi hozir gaz, ozgina metan muammo bo'lib turibdi-yu, kun isishi bilan yo'l yoqasidagi hamma metanlar yaxshi ishlaydi. Yo'lda ham radar bor ekan, ehtiyot bo'lasizlar. Do'stlik mahallasida. İki tomonda bog'lar, Uzunzor, Olmazorlar joylashgan. Bu tepada ham mevachilik, sabzavotchilik yaxshi rivojlangan. Navruz mahallasiga kirib kelyapmiz. Radar bor, radarda ehtiyot bo'lasizlar. 70 radar Navruzda. Tak, dalish yana 80 boshlandi. 80 da yuraveramiz. Tak, 80 tugadi. Mahallada yana 70 boshlandi, 70 da yuraveramiz endi. To'ytepadan Toshkentgacha ancha uzoq emas. Yarim soatda 30 minutda yetib olasiz To'ytepadan Toshkentgacha. Rakam bor. Kimsizlar chap tomonda joylashgan. O'ng tomonda olmalar, Olmazor.
ketadigan pоворot bor bu yerda. O'ng tomonga qarasangiz o'rta saroyga ketasiz. Va katta trassaga chiqsangiz ham bo'ladi. Toshkent Farg'ona katta trassasi bor. O'sha yo'lga ham olib chiqadi. Chap tomonda zapravka bor, ham metan ham benzin sotadigan zapravka, Tatneft zapravkasi, Tatarsonniki, tatarlarga. Demak, biz Sholikor degan joydamiz. Sholikordamiz. Sholikor mahallasi. Adashmasam, Sholikor. Demak, bu joylarda ham yo'lni kengaytirish ishlari olib borilyapti. Ham ikki tomonda traktorlar qazish ishlari rostdan ham yo'lni kengaytirmasa bo'lmaydi. Ertalab kechqurun juda katta bo'ladi. Demak, hozir oldimizda katta perekroska chiqadi. To'g'riga Toshkentga, o'ngga Chirchiq Gazotkent, chapga Erkinpostga, Sergeli Erkinpostga ketadigan katta chorraha. Bu chorrahada demak qurilish ishlari ketmoqda. Bu yerda ko'prik qurilyapti. Aytishlari bo'yicha 3 etajli ko'prik ekan. Yana bilmadim, balkim boshqachadir. Endi aytishlari bo'yicha 3 etajli ko'prik deyilyapti. Bu ko'prik qurish ishlari yarimigacha bo'lgan hozir. Mana подземный переходlar qilishyapti. Katta kranlar ishlab, qazib ishlari olib borilmoqda. Bahorgacha, ya'ni Navro'zgacha bitib qolsa kerak. 26-yil. Hozir 26-yil, 26-yil Navro'z bayramlarigacha bitib qolsa kerak. Balkim yana ham ko'ramiz, bilib bo'lmaydi. Bu joylar har doimgidek probka. Kutamiz, endi kutishga majburmiz. Bu chorrahani hozir o'ng tarafida ko'rib turibsiz, domlar qurilyapti. Shu domlar orqasida yangi Qo'yliq bozori qurilyapti. Menimcha Qo'yliq bozori shu yerga ko'chsa kerak. Agar hozir yaqinroq borganda ko'rsataman, kameraga ko'rinsa. Bu tarafda yangi Qo'yliq bozori. Yangi Qo'yliq bozori qurilishi. Bu ham bitti deb qoldi. Maktab bitib qo'ygan.
yaqin vaqtlar ichida ishga tushsa kerak. Demak, mana ko'prik qurilishdan ham chiqib oldik. Bu yog'i Bektemir tumani. Bektemir tumanida yuribmiz. Yurishda davom etamiz. İki tomonda magazinlar, gostinsa, hostellar. Oldimizdan hozir Bektemir posti chiqadi. Bektemir posti chiqadi. Biz o'rtaga olib boramiz mashinani, chunki chapga qayriladigan mashinalar bor. O'ng tomonda avtobus polasi. Shuning uchun o'rtada yurib kelaveramiz. Ikki tomonda savdo nuqtalari yaxshi rivojlangan. Magazinlar, servis xizmatlari, ya'ni sartaroshxona, apteka, boshqa. Mana Bektemir postiga ham keldik. Tak, Bektemir posti. Bektemir postidan o'tganingizdan keyin Devatga keladi. Ya'ni Qo'yliq 9. Qo'yliq 9 ga borib olish ham juda qiyin, probka. Juda og'ir masala. Ayniqsa ertalab, kechqurun, ertalab To'ytepadan Toshkentga kelayotganlar juda qiynalishadi. Soatlab probkada turish mumkin. O, mana biz Devatkadamiz. Qo'yliq Devatka. Demak, o'ng tarafga Vodnikka ketasiz, chap tarafga Qo'yliq 9 Qo'yliq 9 emas, Kola zavod 3 tomonlarga ketasizda. Chap tarafga ketsangiz, to'g'riga Toshkent shahariga kirib ketasiz. O'ng tomonga Vodnik.
Hozir to'g'riga yursak, demak, Chirchiq daryosidan o'tamiz, mostdan, ko'prikdan. Chirchiq daryo ko'prigidan o'tamiz hozir. Undan keyin yo'l o'tkazgichdan o'tamiz. Ya'ni mostdan o'tamiz. Chap tarafimizda Qo'yliq bozori, o'ng tarafimizda Qo'yliq kiyim bozori, chap tarafda Mevacheva, Ovochnoi bozor. Va ko'prikdan o'tganimizdan keyin chap tarafda Kompas, o'ng tomonda domlar boshlanadi. Mana shaharga ham kirib ketdik. Chap tarafimizda Qo'yliq ota nimasi, majmuasi. Rahmat biz bilan bo'lganlaringiz uchun. Kanalimizga a'zo bo'linglar, podpisatsiya qilishni unutmanglar. Like bosishni ham unutmang. Xayr, sizlar bilan xayrlashib qolamiz. Salomat bo'linglar.